sport bilan shug'ullangan ekan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Mana Uhud va boshqa g'azotlarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chiqib ketayotgan bo'lsa, yosh bolalar ham biz ham chiqamiz siz bilan desa, Rasululloh kurashtirib ko'rar edi. Jismonan baquvvat bo'lsa, musulmonlar safiga askar qilib olib ketar edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizni jismonan sog'lom bo'lishimizni xohlagan. Biz qachon chiqamiz sport bilan shug'ullangani? Yo kalta yeganimizda qattiq. Yosh bola urib qo'ydi deydi. Yo o'tirib turishga qiynalib qolganimizda, yurmasam bo'lmaydi bo'lib ketibdi deydi. Semirib ketibman deydi. Semirib ketgan uchun yuguryapti. Bo'lmasa yugurmas edi bu. Nima deb yugurish kerak ekan o'zi? Innamal amalu binniyat birodarlar. Jismonan sog'lom bo'lishligim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rsa xursand bo'ladigan ish deb turib chiqsa, sport bilan shug'ullanish ibodat bo'ladi birodarlar. Innamal amalu binniyat. Sport bilan shug'ullanishdan maqsad jismonan baquvvat bo'lsam, Alloh meni yaxshi ko'radi deb e'tiqod qilsangiz, shu sportingiz ibodat bo'ladi. Modomiki bu sport harom bo'lmasa edi. Shu siz shug'ullanayotgan turi. Chunki al-mu'minul qawiyyu khayrun va ahabbu ilallohi minal mu'miniz zoif degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Abu Hurayra roziyallohu anhudan, Muslimdan bu hadis. Imom Muslimdan. Kuchli mu'min zaif mu'mindan ko'ra Allohga yaxshiroq,